kim bir kasalni ertalabda ziyorat qilsa, quyosh botgungacha 70 mingta farishta uni haqqiga istig'for aytadi. Agar kech payt kasalni ko'radigan bo'lsa, tonggacha 70 mingta farishta uni haqqiga istig'for aytadi. Shuning uchun darrov eshitib oldingmi, kimdir bolnitsiya tushib qoldi yo bemor, darrov yuguraylik. Oldiga borib duosini olib, yaxshi gapirib, kasalligini yana qayta eslatmay, faqat yaxshi gaplar gapirib, ko'p o'tirmay oldida bulayotganda undan ikki og'zim duosini olishlik kerak. Chunki u begunoh, undan qalam to'xtaydi. Agar bemor o'sha yotgan joyida Xudoga shukr qiladigan bo'lsa, Alloh taolo qalamlarga amr qiladi, yozmay turadi, qalamlar to'xtaydi. Qarang qanday fazilatda. O'shaning uchun aytayapmiz, kasali bo'lgisi kelib qoladi, odam turib. Iloyim kasal bo'lmaylik, sog' salomat yuraylik. Alloh taqdir qilib, biz bandamiz. Bu taqdirotimizga bir bemorchilikni yozadigan bo'lsa, sabr qilaylik, shukr qilaylik.